Do'stlar, men obyektga ishlariga kira oldik. Ya'ni 5-6 bloklar hammasi bitgan. Tolka ishlari qolgan, eshik romlari qolgan. Birinchi, ikkinchilar, uchinchilar o'zi odam kirib, yashashga ham yaroqli bo'lib turibdi. Xudo olsa, hozirda ichki qismlarini qo'yib ko'rsatib beraman, xudo olsa. Do'stlar, mana ichki qismlari 100% odam kirib yashashlikka tayyorsam adashaman. Chunki ichidagi remont qilgan. Ichidagi remontini o'zingiz ko'ngilingizga moslab turib remont qildirib olasiz. Mana tashqilari, eshiklari, fasadlari hammasi bo'lgan. Do'stlar, kirib, bemalol remontingizni qilib, ko'ngilingizga yoqqan remontlarni qilib yashashingiz mumkin. Mana detik plashatkani tayyor olib. Mana gazollarni ikki. Detik plashatkalar juda akkuratni yana qilib qo'yibdi do'stlar. Mana besetka deysizmi? Bolalar o'yin maydoni deysizmi? Xullas, zamon talabiga moslab turib uylarni qurib qo'yibdi. Umrdan baraka topsin, juda chiroyli. Yana bir ikkita kamchiliklari bor. Ish mobaynida sekin-sekin bo'laveradi. Ochilish marosimi nasib bo'ladi. Ko'rishga davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.